Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Mushvaqtonlar xayrli bo'lsin. Biz bu videoda shu ikkinchi qo'l kamera setib olgan vaqtda nimalarga diqqat qilamiz? Bo'libmi biz sirtqi holatni ko'radigan bilan ichki qismdagi qanchalik umr qolganligini biz ko'rmaganligimiz uchun bo'libmi mush qismini bekrek ko'rishni ko'rib chiqamiz. Oldi bilan kamerada shu RAW deb qo'yamiz yoki ARW holatmi bo'ladi. Mening qo'limdagi kamera Sony Alpha 6300 bo'lganligi uchun mana shaklda ham holatda rasm tortdi. Buni kompyuterimizga ilib olamiz. Ilib olishdan ilgari Sony'ning o'zininki, ya'ni Sony Alpha 6300 ninki Shutter Count Life deb Google'ga izlagandan keyin qanchalik umr borligini mana shaklda chiqarib berdi. Bundan hisoblasak bo'ldi, ya'ni Shutter degan qanday narsa demoqchi bo'lsanglar, ya'ni tushunmay qolib qolsanglar, Shutter haqidagi umumiy bilimlar va bu qanday narsa deganini shu kompüter turmuş kanalımızdaki fotoğraflık asas bilimler degan dersinin 3. kısmını qarasanglar bo'ldi. Bu şunday tafsili holatda bor. Endi biz mesela bunun o'rniga boshqa ko'rib qolsak bo'ldi. Qarasanglar mesela Sony Alpha 7 ninki 3 degan nusxasining 200 ming parcha ekan. Endi biz ABM deganga o'xshash ma'nodek bir RAW holatdagi rasm yoki normal rasm bo'lsin bo'ldi, lekin agarki normal rasm bo'lmay qolib qolsa, bevosita shu RAW holatligini chiqaranglar. Ondaki maviş tor bekatining ulanmasini shu videoning ostida bor, izoh qismida aşağıdan bevosita ichib qo'ysangiz bo'ldi. Undan keyin biz buni bosamiz. Bosgandan keyin shu RAW holatdagi rasmni ko'rsatamiz. Hozir ko'rayotganlaridek chiqyotdi. Endi men ma'noni chiqarib qo'yay. Ko'rayotganlaridek Sony ILCE deb mana shaklda tipi chiqdi. Undan keyin tortilgan rasmninki vaqti bugun tushdan burun tortgan. Ondan keyin ma'noda texmi tafsiliy holatdagi uchurlar chiqadi. Buni biroz saqlab tursak bo'ldi. Eng ko'p vaqtida 300 MB holatdagi hujjatni chiqara olamiz. Buningda Nikon, Mao marka deganga o'xshash markalar bo'ldi ekan. Sony mi bo'ldi? Sony'ni ko'ra olamiz. Bu shaklda shu shutter countni, ya'ni qopoqninki ichilgan va yopilgan holatdagi qancha parcha rasm tortildi. Bularni ko'ramiz. Qarasanglar menda 5392 deb chiqadi. Ma'lumot 5392. Endi mana texnik tafsilroq bilimga, ya'ni tafsilroq uchurlarga ega bo'lmoqchi bo'lsak, okeni basak. Qarasanglar, shu rasmdan chiqadigan butun uchurlar tafsiliy holatda chiqadi mana. Mana shaklda. Hamda qarasanglar mana shutter count deganga qarasanglar mana 5392 mana shaklda qanday lensda, ya'ni qanday ko'zda tortilganlikdan tortib chiqadigan gapi. Sony'ninki A-mount holatdagi 16 da 50 mm f3, ya'ni diaframi 3 da 5 va 5 da 6 bo'lgan optik holatdagi bir lensda, ya'ni ko'zda tortilgandan tortib chiqarib berdi. Digital camera debdi. Bütün uçurlar chiqadi mana. Kimni tortganlikni tortib mana shaklda. Hamda mush tor bekatining o'zida mush shutterga munosabatlik yoki mush kameraning biz ichki qismidan biz ko'rolmaydigan qismlar munosabatlik uchurlarni mana shaklda ola olamiz. Shuningdek kamera setib olgan vaqtda tipini mana shaklda kirgizib, buningki qanchalik rasm tortilgan yoki qanchalik umr borligini bu shakl taxminiy holatda ko'ra olasizlar. Ondan başqa yəni kamera setib olganda sirtqi ko'rinishini qaraymiz. Uni bir deyishning hojati yo'q. Ammo ichki qism bo'lgan shuning o'xshash uchurlarni tafsil holatda ko'rib izlangandan keyin setib olsanglar yaxshi chiqishi mumkin. Bugungi darsimiz shunchalik bo'lsin. Kelar soat ko'rishguncha amon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.